Assalomu alaykum. Bugun bir qaror qabul qildim. Bugun men sizga bir sirni aytib beraman. Qanday qilib men elchixonada ishlab turib va nega men elchixonada yaxshi oylik beradigan joydan ketdim. Bu video sal uzoqroq bo'ladi, chunki barcha sirlarni aytib beraman, yo'llarni aytib beraman, formulalarni aytib beraman, o'zim yashab o'tgan yo'llarni aytib beraman, shuning uchun juda ham qiziq bo'ladi. Xudo xolasa, qani boshladik. Demak, 2008-yil men elchixonaga birinchi kirdim. 15-dekabrda suhbatdan o'tdim va menga telefon qilishdi, aytishdi, hammadan sizni tanladik, endi siz bilan birga ishlaymiz. Juda ham xursandman. To'g'risi aytsam, juda ham xursand bo'lganman o'shanda, chunki elchixonada ishlash bir qanaqadir katta meni orzuyim edi o'sha payt. Va Yaponiyadan endi kelgan edim. Yaponskiy atmosfera, yaponlar hamda onam oldida bu yerda ularni yolg'iz qoldirmay yashashga zo'r sharoit. Va elchixonada ishimni boshladim. Shunaqa qilib oylar o'tdi, yillar o'tdi va orasida men eng qiynaladigan paytlarim bu yomg'ir, qor yog'sa, shu ertalab turib 9 gacha ishda bo'lish. Probkalarda turib ishda yetib bormasam bo'lmaydi, chunki bizda taymer bor edi, shu bosib qo'yish kerak. O'zing bosmasang bo'lmaydi, kamera. Shuning uchun bitta kam 9da borish kerak edi elchixonaga обязательно, shuning uchun stress. Ayniqsa shu havo yomonligida. Va eng qizig'i qish bo'lishi bilan shu qorong'i voqlik tushadi-yu, shu qorong'i voqlik tushishi bilan ayiqqa o'xshab uxlab qolsammi-da, keyin shu bahorda uyg'onsammi-da deyman. Chunki ishdan chiqqaningizda oldida qop-qorong'i, hech narsa qilgingiz kelmaydi, настроение tushib ketgan. Deysiz, kun o'tib ketyapti, men nimagadir qodirman-ku, men boshqa narsa qilishim kerak-ku, nimaga men hozirgi energiyam shu yoqqa ketib qolyapti degan fikr. Bu narsa oxir-oqibat nimaga olib keldi? Men 2007-yilda o'rgangan ishim bor edi. Investitsiya sohasi. Shu sohaga men ko'proq hozir e'tibor qaratsam. Chunki ustozim Sumino Hideyo bor edi va shu Sumino Hideyo yo'lini qilsam, balki bir kun ma'lum bir summa yig'ilib qolar va ma'lum bir summadan men passiv daromad olishni boshlayman. Hozir oyligim yaxshi zo'r, lekin qachongacha men xuddi shunaqa ishlashga tayyorman. O'zim xohlamagan joyda. Va eng qizig'i, men o'sha paytda elchixonada 6da ishdan chiqsam, bahor bo'lsin ham 6da ishdan chiqsam, ertasi kuni ish kuni bo'lsa, uyimdagilar, farzandim yuring ko'chaga aylanaylik desa, yo'q, men tegmagin, ertaga ishim derdimda, o'sha kuni kechgacha, ya'ni uyqugacha men televizor ko'rishim kerak yoki nimadir qilib o'tkazishim kerak yoki dam olishim kerak edi. Chunki stress, yaxshi ko'rmagan joyda ishlagan uchun bu katta stress edi. Va faqat shanba, yakshanba men nastroyem ko'tarilardi. Yaponlar nima deydi? Eng zo'r baxtli kun bu juma kuni kech payt. Chunki bilasiz, 2 kun dam bor, voy mazza deysiz. Va qizig'i, eng baxtsiz o'zini stress, depressiyaga tushadigan kun yakshanba kuni kech payt ekanda. Chunki bilasiz, ertasi kuni dushanba. Shuning uchun yakshanba kech payt o'sha sizda nastroyem tushib boshlaydi. Va o'ylaymanki, har bir o'sha oylik ishlayotgan insonda ham xuddi shunaqa. Shuning bugun biz sizlar bilan bunday holatdan qanaqa qilib chiqib ketish yo'lini birga ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bu darsimiz agar oxiriga o'tirsangiz bonus ham bor, juda ham foydali darslar va bonuslar ham foydali bo'ladi. Xudo xolasa birga boshlaymiz. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz o'zi. Demak, moliyaviy erkinlik formulasini aynan o'zim ishlatgan qanaqa qilib erkinlikka chiqish qadam-qadam formulasi bo'yicha hammasini batafsil gaplashamiz. Undan tashqari jadval ham beraman. Qanday qilib, juda ko'p odamlarda shu savol. Men ko'rmayapman shu kelajakni. Lekin bugun jadval ko'rsataman. Aynan sizni oyligingizdan kelib chiqib, shu jadvalga pulingizni solsangiz, qanaqa qilib ko'payish haqida. Juda foydali bo'ladi. Va bilasizki, ma'lum qaysi payt aynan siz moliyaviy mustaqillikka erishishingiz haqida aynan shu jadval sizga ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, investitsiya haqida gapirish asosiy maqsadim bo'lgani uchun aksiyalar, obligatsiyalar bilan ham tanishtirib o'taman sizlarni. ETF, rate fondlar, hozir sizga balki bu so'zlar tushunarsizdir. Ammo xudo xohlasa dars olishga o'tirsangiz, barchasini tushunib olasizlar. Va o'zi aksiya qanaqa ko'payadi, farzandlarga qanaqa portfel ochamiz, o'zimiz kelajagimiz uchun halol filtr haqida ham gaplashib o'tamiz va eng qizig'i aksiyalar qanaqa qilib tez ko'tarilishi haqida ham gaplashamiz.
ketdik. O'zi men Buzakov Ravqat 17 yillik investitsiya tajribasiga ega insonman. Bugungi kunda kelib men o'sha boshida aytganimdek 2004-yilda Sharqshunoslik institutiga kirdim. 2007-yilda Yaponiyaga grant yutib oldim, o'qishga ketdim va 2008-yilda Yaponiyadan qaytib keldim, elchixonaga ishga kirdim. O'sha Yaponiyada yashab turgan paytimda Sumino Hidei ustozim menga investitsiya sohasini bazasini o'rgatganlar, juda ham yaxshi insonlar. Hozir vafot etganlar, aytgancha O'zbekistonda ko'milganlar. 2008-yilda elchixonada ish boshladim va shu bilan mana 22-yilda men moliyaviy erkinlikka erishib, elchixonaga kattakon rahmat, mazza qilib bilan ishladim va bugundan boshlab biz oilaviy hammamiz chet elga ko'chishga qaror qabul qildik deb ketdik va biz Antaliyaga ko'chib ketdik. Va bugungi kunda men kimman? 7 tilda qiynalmasdan gaplasha olaman. AQSh va Yaponiya tajribasiga ega 17 yillik investorman. Wagyu Uz, Yaponiyadan Wagyu olib kiramiz. Birinchi qo'l halol yaponskiy mramorni go'sht. WeGrow Invest va WeGrow Trip asoschisiman. Undan tashqari pul boshqarish sirlari kundaligining muallifiman. Pul boshqarish kundalik sirlari juda ham foydali kitob. Yaponiyaning kakebo tizimiga asoslangan, ya'ni pulni qanday qilib yoshlikdan boshlab uni boshqarib, yig'ib, uni ko'paytirish yo'llari o'rgatilgan zo'r kundalik. Barchaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolisa, balki uni bugun sizga bonus qilib ham beramiz. Va bugungi kunda men Nvidia, Tesla, AMD, Meta bu Facebook, oltin ishlab chiqarish kompaniyasi, Johnson & Johnson, siz taniydigan kompaniya tanlashga harakat qildim. Bilishingiz uchun aynan shu kompaniyani investorman. Bu nima degani? Agar ko'chada kimdir Tesla haydayotganini ko'rib qolsam, men xursand bo'laman. Sababi qancha bu kishi, ya'ni qancha inson Teslani ko'proq olsa, men shunchalik foydada bo'laman. Agarda yangi iPhone kimdir olsa, men xursand bo'laman. Sababi o'sha olingan iPhonedan menga ham daromad keladi. Agarda farzandlar to'qolib Johnson & Johnson kompaniyasini mahsulotini kimdir olsa, o'sha pritsipkasi deymizmi, kimdir olsa, men ham xursand bo'laman, chunki aynan o'shandan ular daromad qiladi va menga ular dividend to'lashadi. Shuning uchun investor, shu kompaniyaga investor bo'lish juda ham ko'p qulayliklari bor. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz, qanday qilib investitsiya qilish haqida va moliyaviy erkinlikka erishish haqida. O'zi moliyaviy erkinlik nima? Qaranglar, juda ham qiziq savol. O'zingizga xos savol bering. Mana hozir shu videoni ko'rib turibsiz. Siz hozirgi ishingizda ishlab turib moliyaviy erkin bo'la olasizmi yoki yo'qmi? Hozir sizda скорее всего tuman bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin, harakatga bog'liq, pulga bog'liq va bugun biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Barcha savollarga bugun javob olasiz. Moliyaviy erkinlik o'zi nima? Qaranglar. Sizning oylik chiqimlaringizni to'liq qoplay oladigan passiv daromad. Kelib turishini ta'minlasangiz, siz moliyaviy erkinsiz. Kimdir uchun $400 oilaviy chiqimlarga yetadi. Va $400 passiv daromaddan, ya'ni siz ishlamasangiz ham sizga kelib turadigan oqimni yaratib qo'ysangiz, sizni tabriklayman, siz moliyaviy erkinsiz. Kimdir esa chiqimlari, oylik chiqimlari $10,000. $10,000 demak passiv daromad kelish yo'lini qilib qo'ysa, u moliyaviy erkin. Demak, moliyaviy erkin bo'lishimiz uchun asosiy narsa bizning chiqimlarimizni bilishimiz kerak. Qancha chiqim qilyapmiz, qancha xarajat qilyapmiz va shuni qoplay oladigan darajadagi passiv daromad qilib qo'ysak bo'ldi. Hozirga yo'lni ham ko'rsataman, qanaqa qilishni juda ham foydali bo'ladi. Ketdik. Demak, $10,000 oladigan yoki katta biznes egasi moliyaviy erkinmi yoki yo'qmi? Oyligi $10,000 deylik. Yoki siz biznesingiz bor, biznesdan sizga $10,000 kelib turadi. Moliyaviy erkinmisiz yoki yo'qmi? Shunaqa tanishlarim bor. Katta joyda menejerlar, katta joyda CEO, upravляющий va oyligi $10,000 dan ko'proq. Lekin ular afsuski moliyaviy erkin emas, chunki $10,000 daromad va $10,000 xarajat. Borki, mana $8,000 xarajat, bor, mayli $5,000 xarajat. Lekin ular moliyaviy erkin emas. Nega? Chunki mana shu $5,000 xarajat bo'lsa ham, agar u ishdan ketib qolsa,
kasal bo'lib yoki o'zi xohlamasdan bo'lmas stress, men ertaga ishdan ketaman, uyda o'tiraman desin, o'sha kundan boshlab mana shu $5000 xarajatiga qoplayoladigan summa yo'q. Tushunamiz. Mana shu eng muhimi. Mana shu yerda katta gap bor. Shuning uchun ham biz qachon moliyaviy erkin bo'lamiz? Qachonki bo'ldi, ish qilmayman, uyda o'tiraman deb qaror qabul qilsak ham, bizga har kuni yoki har oy yoki har 3 oyda bir marta pul kelib tursa-da, o'sha pulga bizning qora qozonimiz, qaynasa va xarajatlarimizni qoplay olsin. Tak, buni tushunib olgan bo'lsak, davom etamiz. Demak, bilib oldik. Ish yoki biznesdan kelayotgan pul bu o'sha pulga yashasa agar odam, bu moliyaviy erkin inson emas. Qachonki passiv daromaddan yashashni boshlasa, o'sha moliyaviy erkin hisoblanadi. Demak, moliyaviy erkinlikning o'zi yagona bittadan formulasi bor. Ungacha keyinlar siz bilan 3 ta moliyaviy erkinlik olib chiqmaydigan formula ko'rib chiqamiz. Bu boshqa darslarimda ham bor, uni ko'rgandirsiz, lekin sizlar uchun ham qaytarish bo'ladi. Birinchi formula, ya'ni sizni moliyaviy erkinlikka olib chiqmaydigan formula bu daromad minus chiqim teng 0. Ya'ni daromadingiz 5 million, chiqimingiz 5 million, oy oxirida 0. Hech qanaqa yig'ilish yo'q, pul yig'ilmadi. Xo'p. Demak, bu formula bo'yicha yashasangiz va hozir video ko'rayotgan bo'lsa, balki siz shu formula bo'yicha yashayotgandirsiz, siz moliyaviy erkin bo'la olmaysiz. Afsuski, chunki formulada sizda hech qayerda pul yig'ilish yo'q. Ikkinchi formula bor, u ham moliyaviy erkinlikka olib chiqmaydigan formula. Daromad bor, minus chiqim teng qarz. Ya'ni 5 million daromadingiz bor, chiqimingiz 6 million, oxir oqibat 1 million qarzsiz, ya'ni minus 1 million. Va har oy mana shu qarz yopasiz, keyingi yana qarz olib qolasiz. Shunaqa qilib, bu ham sizni moliyaviy erkin olib chiqmaydigan formula. Uchinchi formula bor, juda ham qiziq formula. Daromad bor, chiqim minus chiqim teng delta. Ya'ni delta degani qanaqadir pul yig'ilish bor. Lekin nega bu moliyaviy erkinlik olib chiqmaydi? Chunki qaranglar, minus chiqim teng 0 formulada. Ya'ni daromadingiz 5 million, xarajatingiz 4 million, tabriklayman, zo'r, 1 million yig'ilyapti, bu juda ham yaxshi. 1 yil yig'dingiz, 12 million yig'ildi. Oxir oqibat 12 millionga bitta narsa xarid qildingiz, telefonmi yoki nimadir ham, va 0. Ya'ni siz pulni qanaqadir narsa sotib olish uchun yig'yapsiz. Shuning uchun ham bu ham moliyaviy erkinlikka olib chiqmaydi. Chunki narsani olishingiz bilan pulingiz tugaydi, siz boshdan yana pul yig'ishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Mana bu 3 ta formula bo'yicha hozir yashayotgan bo'lsangiz, bilingki, bu afsuski moliyaviy erkinlikka olib chiqmaydigan formula. Bundan tezroq qutulish kerak. Va qachon siz bo'ldi, men bu formula bo'yicha yashaymayman, endi men moliyaviy erkinlik formulasi bo'yicha yashayman desangiz, o'shanda birinchi qadam qo'ygan bo'lasiz moliyaviy erkinlikka. Qanday formula? Xo'p. Demak, daromad minus chiqim, buni yozib olsangiz ham bo'ladi. Daromad minus chiqim teng delta, boyaga yig'ilgan summa. Ko'paytiruv investitsiya, demak ko'paytiruv investitsiyadan kelayotgan foiz teng kapital. Mana shu kapital yig'ish narsa uchun emas, nimadir sotib olish uchun emas, kapital yig'ish fokusi. Uning uchun kapital bo'lish uchun investitsiya qilib turasiz pulingizni. Qayerga investitsiya qilishni bugun siz bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Juda ham foydali dars bo'ladi. Demak, shunga daromadimiz bor 5 million, 4 million xarajatimiz bor, 1 million yig'ilyapti deltada. Shu 1 millionni biz qayergadir sarmoya qilamiz. Qayergadir sarmoya qilganimizda mana shu sekin-sekin ko'payib boradi. Ko'payib borishi bilan mana bu bizga kapital olib keladi. Katta summa olib keladi. Mana shu kapital tegmaganimiz sari qancha ko'proq tegmasak, shuncha yig'averadi. Hozir shuni siz bilan formula ko'rib chiqamiz. Keling. Demak, xayrlar, formula sizga ko'rinib turgandir. Bu formula hozir daromad yozilgan, chiqim yozilgan, xuddi shu formula aytganimdek. Qoldiq bu delta. Demak, daromadimizdan chiqim kamroq bo'lishi kerak. Shunda orasida qanaqadir ham summa qoladi. Shu summa qoldiq hisoblanadi. Keyin o'tgan yil kapitali. Bizda hozir o'tgan yil kapitalimiz yo'q, chunki yig'maganmiz, investitsiya qilmaganmiz deylik. Shuning uchun u yerga hech narsa yozmay turamiz. Agarda sizda
siz o'zingiz yashayotgan hozir hayot tarzingizda o'tgan yil kapital yig'ib qo'yganingiz bo'lsa, uni bu yerga yozasiz. Yo'q bo'lsa 0. Keyin qoldiqni investitsiya qilamiz. To'g'rimi? Har oy olib qo'yamiz va uni investitsiya qilyapmiz. Bu tepadan уже 5-joy. Keyin kapitalimizni investitsiya qilamiz. Qaysi kapitalni investitsiya qilamiz deganimizda, o'tgan yil kapitalimizni investitsiya qilamiz. Agar sizda 0 bo'lsa, demak uni ham hozir 0 deb yozasizlar. Agarda qanaqadir yig'ilgan bo'lsa, uni demak investitsiya qilgan bo'lardinglar va qancha foiz ko'payishini yozasizlar. Hozir investitsiya qilmay, hozirgi kungacha investitsiya qilmagan bo'lsanglar, 0 deb yozasizlar. Va oxirgi umumiy kapital, hozir qancha summa bor. Endi bu yillik bo'lgani uchun biz taxminan $500 oylikni hisobladik. $500 oylik hozir o'rtacha oylik. Kimdir 1000 oladi, kimdir 2000 oladi, kimdir 10,000 oladi. Lekin mayli, $500 oylik oladigan insonni keylab ko'rib chiqamiz. Demak, sizning oyligingiz bundan baland bo'lsa, xursand bo'ling, siz tezroq moliyaviy erkinlikka erishasiz. Demak, $500 oylik oladigan bo'lsa, 512 ga ko'paytirsak 6000 bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun biz yillik yozamiz va 6000 deb yozdik. Demak, 2025-yilda umumiy siz $6000 oylik oldingiz. $500 dan 12 marta. Chiqimni biz shunda 4800 hisobladik. Ya'ni $400 dan chiqim hisobladik. $400 dan chiqim bo'lganda 12 ko'paytirsa 4800 bo'ladi. Qoldig'i, demak, 6000 dan 4800 ayrilsa 1200 qolyapti. Bu qoldiq. Ayni shu qoldiqni biz investitsiya qilamiz. Demak, o'tgan yil kapitali 0, chunki aytganimdek yig'ilmagan, hech narsa, shunaqa tasavvur qilamiz, hech narsa yo'q. Bu yildan boshladik yig'ish. Shuning uchun 0 yozamiz va delta o'sha 1200 ni agar investitsiya qilib borganimizda yillik, qaranglar, men ko'p olmadim, yillik 10%. Yillik 10%. Kapitalni yillik 20% oldim. Nega farqi bor? Kapital 20%, yillik delta 10%. Chunki kapitalni bir yilda bir marta solasiz. Demak, 25-yil oxirida mana soldingiz, u 26-yilda sizga roppa-rosa 20% berish mumkin. Lekin deltani esa siz har oy solasiz. Har oy $100 dan. Birinchi oy sizda 20% beradi, har oy 20% bersa ham yillik hisoblaganingizda ulgurmaydi hamma 20% ga chiqishga, to'g'rimi? Chunki oktyabr, noyabr, dekabr oylari sizga 20% bera olmaydi. Tushunamiz? Shuning uchun biz o'rtacha yillik 10% oldik, kamroq oldik. Va xuddi shu usul bilan biz endi hisoblab chiqamiz hammasini. Demak, kapital 0 bo'ladi, chunki 0 ni 0 ga ko'paytirsa 0. Undan oldingi yil kapitalingiz yo'q, uni biz investitsiya qila olmaymiz, hech narsa yo'q, shuning uchun 0. Va umumiy sizda o'shanda chiqimlarni olib tashlab hisoblaganda qoldiqni 10% bilan birga sizda 1320 yig'ildi. Zo'rmi zo'r. Demak, 2025-yil oxirida agar siz hammasini, endi hozir 2025-yil oxirida gaplashyapmiz o'zi hammasini. Demak, 2026-yildan boshlashdan maqsadga muvofiq bo'ladi. 2026-yil oxirida sizda nima bo'ladi? $1320 yig'iladi. Mana bu yerda eng qiyini shu yerda $1320 yig'ilganda borib telefon sotib olaman, bir mazza qilay. 1 yil qiynaldim-ku, 1 yil yig'dim, 1 yil investitsiya qildim, endi shuni bir mazza qilib bayram qiling desangiz, siz boyagi 3-formulaga tushib qolasiz. Pul yig'ildi-yu, men nimadir sotib oldim. Yo'q, menga asosiy fokus kapitalni. Hozir telefon qaramay turing. Men bu ko'paysin, keyin mazza qilaman desangiz, siz moliyaviy erkinlikning formulasi bo'yicha yashayotgan bo'lasiz. Shuning uchun iltimos aldanib qolmang. Pul kelyapti-ku deb aldanib qolmang. Chunki 0 qilsangiz 0 bo'lib ketadi. Nega? Mana shu 1320 ko'paygan sari sizning pulingiz ko'payib boradi. Mana shu 1320 ga siz qancha uzoq tegmasangiz, shuncha sizning pulingiz ko'payib boradi. Oxir-oqibat sizda u yerda katta pul aylangandan keyin xohlagan narsangizni olmaysizmi? Zato u yerdagi pul tugamaydi. Chunki sizga dividendlar kelib turadi u yerda. Demak, daromadimizni ko'paytirishga harakat qilamiz va chiqimlarimizni ushlab turishga harakat qilamiz. Mayli inflyatsiya tufayli, mayli 10% ko'paysin.
daromadimizni 20% ko'paytiramiz, chiqimlarimizni 10% ko'paytiramiz. Bu juda ham muhim formula bu yerda. Buni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizning daromadingiz keyingi yil $600 bo'lishi kerak. $600 olishingiz kerak. Chiqimlaringizni esa 10% ko'paytirishingiz, ya'ni $440 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Va shu jadval bo'yicha yashasangiz agar, shu jadval bo'yicha pul yig'ib investitsiya qilib borsangiz agar, sizda quyidagi summa chiqadi. Davom etamiz. Endi xuddi shu jadval agarda biz daromadimizni aytganimdek 20% oshirib borsak, xarajatlarimiz mayli o'sha inflyatsiya tufayli 10% oshirib borsak, keyingi yil nima bo'ladi? Demak, 2026-yilda bizning daromadimiz 7200 bo'ladi. Va chiqimlarimiz shunda 5280 bo'ladi. Va qoldiq 1920 bo'ladi. Oldingi yil qoldig'i mana shu yerga endi yoziladi, chunki oldingi yilda 1320 esingizda bo'lsa, mana bu yerga kapitalga yoziladi va bu 20% yillik olib beradi. Shunda deltani, qoldiqni 1920 ni 10% ko'paytiramiz. Esimizda bor, nega 10% to'g'rimi? Chunki har oy solib borganimiz uchun yil bitada solmayapmiz. 192 bo'lyapti. Mana bu 1320 ni 20% уже $264 bo'ladi. Shunda sizda atigi 1 yildan keyin $1320 temaganingizda уже $3696 bo'ladi. Ko'ryapsizmi ko'payishini? Va eng qizig'i, xuddi shunaqa qilib ko'paytirib borsak, 2027-yilda nima bo'ladi? Уже sizda daromad 8640 bo'ladi. Chiqim $5808 bo'ladi. Orasidagi farq $2832 bo'ladi. Oldingi yillikini, ya'ni $3696 savomiz bu yerga. Chunki bunga tegmayapmiz, o'z-o'zidan ko'payish kerak. 20%lik yillik daromadda. Bu qayerda o'z-o'zidan ko'payadi o'zi? Shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Fond bozorida. Ya'ni biz hozirdan boshlab shu 1 million yeb qo'yamiz, shuni fond bozoriga investitsiya qilamiz. Fond bozorida aksiyalar bor. $1 aksiyalar bor, $50 aksiyalar bor. Shu pulimizga yarasha investitsiya qilib boramiz, ularni sotib olamiz. Ular ko'payaveradi. Sizga yillik 20% eng kamida olib kelib berish mumkin, yaxshi o'sadigan aksiyalar topsangiz. Bu haqida hali alohida gaplashamiz. Hozircha faqat biz nimaga fokus qaratamiz? Biz pulimizni olib qo'ysak, uni to'g'ri joyga sarmoya qilsak, qancha pul yig'ilishiga. Shuning uchun bu jadval bor. Hozir shunga fokus qaratamiz. Qayerga investitsiya qilib, qanaqa qilib ko'paytirishni alohida ham tushuntirib beraman. Demak, shunda kapitalingiz delta 2832 ning 10% $283 bo'ladi. Va oldingi yil, ya'ni $3696 20% уже $739 bo'ladi. Shunda sizda atigi 2 yil ichida $1320 ko'paytirib sizda $7550 bo'ladi. Va qaranglar, murakkab foiz effekti. Murakkab foiz effekti haqida alohida darsligim bor, uni ko'rib olinglar. Juda ham foydali dars. Hozir hammasini aytib bera olmayman, lekin uni ko'rib olinglar, qanaqa qilib pul ko'paytirish yo'llari. Va murakkab foiz effektida asosiy qonun bor, pulga tegmaslik. Demak, shu 100 milliondan investitsiya qilyapsizlar-yu, tegmanglar. Yana uni investitsiya qilib boraverasizlar, tegmasdan va shunda qaranglar-da, sizda taxminan 2025 dan hisoblasak, 10 yilda 2035-yilda sizda уже mana bunaqa summa chiqadi. Hozir qani summa ko'radigan joy. 2035-yil oxirida sizda 220 mingdan ko'proq dollar bo'ladi. 2035-yil oxirida. Ko'rsam $220 ming dan ko'proq. Va eng qizig'i, agarda shu summaga yana tegmasak, $220 ming zo'r, lekin unga tegmaymiz, yana investitsiya qilib boramiz desak, sizda roppa-rosa 5 yildan keyin 2040-yilda, uzoq emas, 5 yildan keyin 2040-yilda sizda necha yosh bo'ladi? Bir hisoblab ko'ringlar o'zingizlar. Shu yoshda sizda уже kapitalingiz $1,56,000 bo'ladi. $1,56,000. Tushunasizlar? Demak, u yerdagi pul sizga уже passiv daromad olib kelsa, deylik 20% emas, 10% olib kelsa, sizga
$100,000 ko'proq yillik daromad keladi. Siz hech narsa qilmasangiz ham. Demak, bu $8-9 har oy degani. Tushunsa, demak $8,500 sizga har oy kelib tursa, mazza-ku. Siz dunyo kezasiz, nima qilsangiz qilaverasiz, pulingiz tugamaydi. $8,500 kelaveradi. Umid qilamanki, bu darslarga foydali bo'ladi va siz aynan hozirdan boshlab investitsiya qilishni boshlaysiz. Chunki 2040-yil mana ozgina. Men sizga garantiya beraman, investitsiya qilmasdan o'zim daromadimni oshirib boraman deb shu hayot tarzi, hozirgi yashayotgan tarz bo'yicha yashasangiz, 2040-yil hash-pash degancha kelib qoladi va orqaga qarasangiz sizda hech narsa yo'q. Maksimum uyingiz, mashinangiz bo'ladi, lekin xuddi shunaqa yana ishga bog'liq bo'lasiz. Biznesingizga bog'liq bo'lib qolasiz. Ketsangiz yana nimadir bo'lib qoladi. Yana pul kelmay qoladi va sizda xotirjamlik bo'lmaydi. Lekin agar siz bugundan boshlab shu ozgina summani investitsiya qilib borsangiz, mana sizga tayyor jadval. Tem более yillik ko'p foiz olmayapmiz. Real foizlar olamiz. Shunda sizda hali 2040-yilda 1 milliondan ko'p daromadingiz bor. Va eng qizig'i 5 yilda. Shuni ham tegmayman, menga 2040-yilda hali men normal kuchim bor. Shuni ham tegmay turaman. Yana ishlayman desangiz, 2045-yilda 5 yildan keyin sizda уже $4,5 million bor. $4,5 million sizga 10% dividend kelsa ham yillik $450,000. Tushunsa, yillik $450,000 sizga kelyapti va siz sal tushuning, sizga u yerdan passiv daromad kelsa, dividend, o'tigi pulingiz kamayib qolmaydi. Demak, ular kompaniya aksiyalar sotib olgani uchun ular sizga dividend to'laydi. Va shu dividend sizga yillik $450,000 keladi. Bu taxminan $40,000 oyiga. Zo'rmi zo'r. Va bunga erishish qiyin emas. Bunga erishish uchun nima kerak? Intizom va sabr. Demak, siz hozir boshida shu 1350, 1320 ga qilganda telefon olmaganingiz tufayli shuni evaziga ko'payib, qarang, pulingizni temasdan investitsiya qilib boryapsiz intizomli ravishda va sizda har oy почти $45,000 keladigan darajaga kelyapsiz. Siz u yerda hech narsa harakat qilmayapsiz. Siz dunyoning qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga bu pul kelaveradi. Chunki siz yaxshi kompaniyaga investitsiya qildingiz. Xudo xolasa, sizlarda hozir mana plan tuzildi. Demak, men oyligimdan taxminan shunchasini olib qo'ya olaman va investitsiya qilib borar ekanman. Endi qayerga investitsiya qilaman degan savol. Shu haqida ham bu darsimiz ko'p vaqt olmasin, lekin baribir tez-tez aytib o'tishga harakat qilaman. Fond bozori bor. Dunyoda har bir mamlakatda o'zining fond bozori bor. O'zbekistonda Toshkent fond bozori bor. Demak, chet elga pul chiqarmayman, men o'zimizda investitsiya qilaman desangiz ham Toshkent fond bozoriga investitsiya qilsangiz bo'ladi. Uzbek Telekom kabi aksiyalar bor. Va o'ylaymanki, biz hozir shuni ustida ishlayapmiz, kurashuvlar qilyapmiz fond bozorini rivojlantirishga. U yerda ko'proq xususiy kompaniya kirib, o'z aksiyasini sotsa, u yerda ham katta pul aylanadi va biz investitsiya qilsak, u yerdagi ham daromadga sherik bo'lamiz. Xuddi shunaqa qilib, har bitta Yaponiyada, Xitoyda, Koreyada, Yevropada, Amerikada fond bozori bor. Va Amerikada ikkita fond bozori bor. Nasdaq va NYSE. OTC'lar bor, endi ular asosiy katta fond bozorlar ikkita. Demak, qaranglar. Shu ikkita fond bozoriga investitsiya qilsangiz, siz u yerdagi kompaniyalarga sherik bo'lasiz. Misol uchun, men boshida aytib o'tgandek, Tesla kompaniyasi. Tesla kompaniyasi aksiyasini sotib olsangiz, bitta dona bo'lsa ham, siz shu bitta dona aksiyaga loyiq sheriksiz. Va sizga shunga loyiq dividend to'laydi. Ya'ni Tesla kompaniyasi daromad qiladi, mashinalar sotib, robotlarni sotib va daromaddan siz bilan bo'lishadi. Va asosiysi bu nima edi? Islom moliya standarti bo'yicha joiz deb tan olingan. Mumkin. Bu kompaniyalar aksiya sotib olib, ular bilan sherik bo'lish mumkin. Demak, u yerdan kelayotgan dividendlar siz bemalol farzandlaringizga narsa ola olasiz, chunki joiz yo'l. Xo'p. Demak, fond bozorida o'zi nimalar bo'ladi? Fond bozorida xuddi oddiy bozor kabi.
faqat u yerda kartoshka piyoz sotilmaydi, qimmatbaho qog'ozlar sotiladi. Qimmatbaho qog'ozlar nimalar? Aksiya va obligatsiya. Ikki xil qimmatbaho qog'ozlar bor. Aksiyalar bu demak kompaniyaga sherik bo'lish huquqini beradigan qog'oz. Siz aksiya sotib olsangiz, shu kompaniyaga sherik bo'lasiz. Obligatsiya esa siz kompaniyaga qarzga pul berasiz, ma'lum bir foiz evaziga. Demak, ikki xil yo'li bor. Aksiya siz ularga sherik bo'lasiz. Demak, siz bitta dona aksiya sotib olsangiz, shu bitta dona aksiyasiga sherik bo'lasiz va u daromad qilsa, siz bilan bo'lishadi. Daromad qilmasa, siz bilan bo'lishmaydi. Obligatsiya bor, siz qarzga berasiz kompaniyaga, u daromad qiladimi yoki yo'qmi, ular sizga foiz bilan oxiri sizni summangizni va foizni qaytarib berish kerak bo'ladi. Aynan shuning uchun ham obligatsiya turi Islom moliya standarti aytadiki, bu nojoiz deydi. Chunki u yerda nima bor? Aniq stavkalar bor, aniq foizlar bor va ular daromad qiladimi yoki yo'qmi, ular sizga to'lab berish majburiyatini olayotgani uchun. Xo'p, demak, aksiya obligatsiya tushundik. Biz astoydil harakat qilamiz aksiyani olishga. Undan tashqari ETF'lar bor. ETF'lar bu aksiyalar yoki obligatsiyalar yig'indisi. Qaysidir kompaniya ko'p aksiyalarni sotib olgan va shu ko'p aksiya sotib olgan evaziga u kompaniya bozorda o'zini aksiyani sotadi. Demak, sen mendan olgin deydi. Nima qilasan, yangi o'zing olib aksiyani. Zato menda deydi, mana shu hamma aksiyalar bor. Uni evaziga menda analitiklar bor, tahlilchilar kuchli. Ular hammasi tahlil qilib, sizga mana shu risk darajasini kamaytiradi. Demak, yangi investorlar uchun eng zo'ri bu nima edi? ETF'lar sotib olish. Aksiyalarga ETF'lar sotib olish. Demak, $50, $40 turadi. Zato ko'p aksiyalarga birato'lasi investitsiya qilgan bo'lasiz va u yerdagi daromadga siz ham sherik bo'lasiz. Ammo ehtiyot bo'lamiz, obligatsiyaga ham ETF'lar bo'lishi mumkin, ularni sotib olmaymiz. Tak, okey. Demak, aytib o'tgandek, yangi investorlar uchun eng zo'r yo'li bu hozir agar bilim bo'lmasa ETF'lar sotib olish. Sal harakat qilaman ko'proq topishga, daromad qilishga desangiz, unda siz shu aksiyalarni kompaniya tahlil qilishni o'rganishingiz kerak. Yaxshilab tahlil qilishni o'rgansangiz, siz yillik 20% dan ko'proq daromad qilsangiz ham bo'ladi. Mana oddiy misol, qaraydi, bu yerda RGC degan kompaniya bor edi. RGC kompaniyasi tibbiyot kompaniyasiga kiradi. Atigi 2 oyda, uni ham meni o'zimni shogirdim topdi, bu kompaniyani. 2 oyda $4 edi narxi, $700 bo'lib ketdi. 2 oy ichida. U yangi aniq tahlilni o'rganganligi uchun. Chunki eng qiyini yangi investorlar uchun fond bozoriga kirib keladi, broker hisobini ochadi, zo'r, men investitsiya qilaman, mana $1000 bor deydi. Qaysi kompaniya sotib olay deydi. Chunki har bitta kompaniya qimirlab turadi narxlar. Pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi. Qaysi biri menga uzoq muddatda, chunki mana tepada jadvalda hisobladikki, uzoq muddatda bizga daromad olib kelish kerak, stabilni, davomiy. Mana shu kompaniya qaysi biri? Hozir bitta sotib olsam, u pastga qarab ketib qolsa bankrot bo'lib. Qaysini sotib olay? O'shancha tahlil kerak. Va aynan shu tahlil bo'yicha o'zim shogirdim bitta RGC degan kompaniya topdi. $4 dan $700 bo'ldi. Ya'ni $4000 soldingiz, 2 oy pulingizni temasangizda $700,000 bo'lardi degani oddiy tilda. Demak, tahlil juda ham muhim. Agar tahlil qilishni o'rgansangiz, siz zo'r aksiyalarni hali o'smasdan oldin topib olasiz. Ular keyin o'sadi, sizga juda ham katta daromad beradi. Va bu yerda eng zo'r shirin tomoni bu xuddi shunaqa aksiyalarni uzoq muddatga o'zimizga qo'shib, farzandlarimizga olib qo'yish. Mana bu narsa aynan bizning mentalitetda kelajak uchun, farzandlarim uchun deb yashaydigan joyda, chunki biz farzandlarimiz uchun deb to'y qilamiz. Oxiri hamma pulimizni berib yuboramiz shu to'yga. Shuning uchun farzandlarimiz baxtli bo'lishi uchun deb kuniga 5000 so'm, 10,000 so'm olib qo'yib investitsiya qila olasizmi? Qila olasiz, to'g'rimi? Zato farzandim kelajak uchun. Hozir mana yangi tug'ilgan farzandingiz. Siz shu farzand tug'ilganda sizga qadam-qadam pul berishadi.
ko'rinma puli, yana qanaqadir ham pul va shu pul yig'ilib qolib sizda $500 bo'lar, balki $1000 bo'lar, hamma qarindoshlar har xil, balki sizda ko'proq bo'lar va shuni agarda siz investitsiya qilganingizda, ko'raylik, agar shu pulni man 2015-yilda endi tarix ko'ramiz. 2015-yilda farzandingiz tug'ildi yoki 10 yoshida yoki 8 yoshida. Shunda mana $1000 sizga berishdi. $1000 ga bittadan aksiya sotib oldingiz. IMZ degan aksiya. $1 70 sent edi o'shanda narx. Hozirgi kunda $180. Tasavvur qilsa qanaqa o'sishini. Demak, $1000 sotib olganingizda sizda taxminan $100,000 ga yaqinlashib qolgan bo'lar pulingiz. 10 yil ichida va siz hech narsa qilmadingiz. Shuni oldingiz-u farzandingizga yig'ilgan pulni oldingiz, soldingiz, farzandim uchun dedingiz, tegmadingiz, 10 yildan keyin shuncha. Undan keyin 10 yildan keyin qancha bo'lishi mumkin? 200 ming, 300 ming bo'lib ketadi. Balki undan ham ko'proq. Va siz shu pulni farzandingizga berasiz. Mana shu pul $1000 senga solingan edi. Shuni solib, men aytib ko'paytirib oldim. Mana qarang, qancha pul. Endi shu pul farzandim yoki qizim yoki o'g'lim sizniki, mana o'zingiz shu bilgan yo'lingizda ishlating. Faqat nima qilish kerak? Ungacha esa 18 yoshgacha uni moliyaviy savodini tarbiyalasangiz, u aniq qayerga shuni investitsiya qilib, qayerda pul ko'paytirishni bilsa, shu pul unga nima bo'ladi? Dalda bo'ladi. Shu pulingizni tezroq ko'paytira oladi. Va bir narsani esingizdan chiqarishimiz kerak emas, bu juda ham muhim. Shu pulni olish uchun biz hech narsa qilmaymiz. Oyligimizdan ozgina qismini ajratib investitsiya qilib boramiz, xolos. Ungacha bitta tahlil qilishni o'rganamiz, zo'r kompaniya tanlab olamiz, shu kompaniyalarga investitsiya qilib boraveramiz, bo'ldi, har oy. Shu kompaniya o'z-o'zidan pul ko'payadi va sizni moliyaviy erkinlikka olib chiqadi. Jadvalda ko'rdik. Endi xudo xolasa siz bugun tushundingiz. Men investitsiya qilishim kerak. Shuning uchun keling, agarda siz men moliyaviy barqarorlikka erishmoqchiman, moliyaviy erkin bo'lmoqchiman yoki qo'shimcha daromad manbai, o'shimdan tashqari yana qat'andir pul kelib tursin. Yoki investitsiya qilishni men yaxshilab mukammal o'rganmoqchiman. Moliyaviy bilimlarimni oshirmoqchiman. Oila uchun moliyaviy xavfsizlikni ta'minlamoqchiman. Agar menga kelajak nimadir bo'lib qolsa, men ishdan ketib qolsam, men aytib qora qozonim qaynasin. O'shaning uchun passiv daromad manbai kelib tursin desangiz, siz uchun ajoyib taklifim bor. Demak, bizning We Grow Invest kompaniyamizda akademiyamiz bor. Shu akademiyaga qo'shiling. Bu akademiyada ma'lum bir bilimlar olasiz va shu bilimlar sizni moliyaviy mustaqillikka olib chiqadi. Chunki bu yerdagi bilimlar mening 17 yillik tajribamdan kelib chiqib yozilgan darslar. Qanday darslar bo'ladi? Demak, bu muhim. Bu eshitib, akademiyamizda 45 kun bo'lib o'tadi. 45 kun ichida 5 ta modul o'tadi. 5 ta modulda 65 ta dars bor. 65 ta dars ichida nimalar bo'ladi? Hozir batafsil hammasini ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari chatlar bo'ladi, kichik-kichik chatlar, ularni nazorat qilib turadigan mentorlar bor. Sizning savolingizga javob beradigan kuratorlar bor. Ya'ni men investitsiyani o'zi tushunamanmi, yo'qmi, hozir mana zo'r tushundim. Prinsip mana harakat qilishni boshlashim kerak, lekin men tushunamanmi, yoshim katta deb qolishingiz ehtimoli katta. Shuning uchun qo'rqmang. Bizda mentorlarimiz bor, shu qo'lingizdan ushlab to'g'ri boshqa to'g'ri investitsiya qilishgacha. Halol passiv daromad manbaini yaratishgacha olib borishadi. Ikkinchi darsimizda bunga katta e'tibor qariladi. Aynan halolligini tekshiradigan filtrlar ham o'tiladi. Demak, birinchi modul sizga moliyaviy savodxonlik moduli deb nomlanadi. U yerda qarz va kreditdan qutulish strategiyasi, to'g'ri moliyaviy maqsad qo'yish, haqiqiy yapon usuli orqali moliyaviy boshqarish. Chunki men 14 yil Yaponiya ishxonasida ishladim va moliyani boshqarishni u yerda o'rgandim. Shuning uchun sizlarga shu tajribamni kelishib o'rgataman va bu dars o'zi o'quvchilarim necha marta o'quvchilar eshitgan, shu dars o'zi menda mana shu moliyani shakllantirish, to'g'ri qadam qo'yishni o'rgatgan. 3 toifa fikrlash, boylik va kambag'allik formulalari bor. Daromadni oshirish uchun qadamlar, moliyaviy erkinlikka erishishning 3 ta muhim faktori, pulning 4 ta komponenti. Oxir-oqibat birinchi modulda siz qanday natijaga erishasiz? Pulni boshqarish va boylik yaratishning to'g'ri usullarini o'rganasiz. Daromadingizni shunday taqsimlashni o'rganasizki, endi qarzdan qutulib, sizda qanaqadir ham yig'ilishlar paydo bo'ladi.
o'ylaymanki mana shu darsdan keyin ham siz уже boshlandi, to'xtab tur, mana endi sen investitsiya qilay, pul yig'iy degan g'oya paydo bo'ldi. Endi shuni hozir to'g'ri harakat bilan qilolmasangiz, aniq bilamanki, ma'lum bir muddatdan keyin, bilaman, mana shu 40-yilgacha pulim o'sishi kerak deysiz-u, lekin investitsiya qilmaganingiz asorati oqibatida sizdan hech qanaqa pul yig'ilmaydi. Moliya mustaqillikka olib boradigan to'g'ri fikrlashni o'rganasiz. Emasdan xaridlardan butkul qutulasiz va siz endi aniq strategiyaga bo'lgan pulingizni yig'a oladigan zo'r strategiyaga bo'lasiz. Zo'r tizimga ega bo'lasiz. Ikkinchi modul. Demak, ikkinchi modulda biz уже investitsiya qilishni boshlaymiz. Chunki birjani ko'rib chiqamiz. Banklar va birja o'rtasidagi farq, forex birjasini ham ko'rib chiqamiz. Nega nojoiz, hammasini ko'rsatib beraman. Xomashyolar, derivativlar, dunyo indekslari, aksiyalar qanday foyda beradi o'zi, aksiya turlari, dividendlar, obligatsiya o'zi nima va qanday ishlaydi, undan olinadigan kupon foydasi nima, skuklar nima va u obligatsiyaga nega obligatsiya mumkin emas, nega skuk mumkin degan darslar. Fond bozorida sukuklar qanday sotib olsak bo'ladi. Undan tashqari halollik filtri va top brokerlar ro'yxati. Halol filtr AOFI standartiga asoslangan halollik filtri. Aksiya sotib olish va investitsiya qilishni o'rganamiz. Ikkinchi modulda. Demak, natijada siz уже real vaqtda investitsiya qilayotgan bo'lasiz. Investitsiyani aniq strategiya bilan qilayotgan bo'lasiz. Kapital yo'qotmaslik va barqaror daromad olish uchun risklarni ham boshqarishni o'rganasiz. Savdo va investitsiya o'rtasidagi farqni bilib olasiz. Imенно trading emas, men uzoq muddatli investorman deb o'zingizni atashingiz mumkin bo'ladi. Shubhali investitsiya sxemalari juda ham ko'p. Aynan shulardan qutulib, siz aniq yaxshi strategiyaga bo'lasiz. Va halol investitsiya qilishni boshlaysiz va u yerdan daromad olishni boshlaysiz va birinchi passiv daromadga ega bo'lasiz. Birinchi dividend keladi sizga. Mayli $10 kelsin, mayli $100 kelsin, lekin shu dividendga siz harakat qilmadingiz, sizga keldi. Sizga SMS keladi, juda ham zo'r SMS keladi. Mana shu kompaniya sizga dividend to'ladi, mana shuncha deb. Bu sizning pulingiz. Zo'rmi? Xudo xolasa shunga erishaylik. Va 3-modulda biz psixologiyani ko'rib chiqamiz, aynan investitsiya psixologiyasi. Nega? Chunki ko'pincha odamlar pulni sarmoya qilgandan keyin vahimaga tushib qoladi. Kimdirlar minusga kirganda vahimaga tushib qoladi, kimdirlar esa plusga kirganda. $10,000 soldim deydi ustoz, $8,000 minus, to $8,000 bo'lib qoldi. $2,000 minus kirdim, lekin men xotirjamman, chunki aksiyalar yana ko'tariladi, bilaman, tahlil yaxshi qilganman. Keyin shu aksiya ko'tarilishni boshladi. $10,000 bo'ldi, yaxshi pulim qaytib keldi. Shu $11,000 bo'ldi deydi, men vahimaga tushib qoldim. Voy, endi shu $1,000 qachon hozir sotaymikin? Yana minusga kirib qolsa nima qilaman? Ko'rasizmi? O'shaning uchun psixologiya juda ham muhim. Bizda 3-modul aynan investitsiya psixologiyasi. Investitsiya pulni boshqarish, to'g'ri boshqarish yo'llarini, qisqa muddatli savdo psixologiyasi va uzoq muddatli savdo psixologiyasi. Risklarni to'g'ri boshqarish. Investitsiyada bizning eng katta dushmanimizni bilib olamiz. Investitsiyada futbol strategiyasi ham u yerda beriladi. Nimalarni qachon olish, yoshimizga qarab, risk qilish darajamizga qarab qaysi aksiyani olish kerakligi haqida batafsil darslar bor. Intizomli investor teng millioner degan dars bor va nafaqa va pulga muhtojsiz hayot. 3-modul natijasi sifatida siz уже bozorni aniq ma'lumotlar asosida tahlil qilib, xatolarga yo'l qo'ymaysiz. Sun'iy yaratilgan trendlar bor, mana shulardan, yolg'on trendlardan voz kechib, siz yaxshi trendlarga investitsiya qilasiz. Qisqa muddatli bozor o'zgarishlariga berilmasdan uzoq muddatli investor bo'lasiz. Yo'qotishlarni kamaytirish va xavfsiz investitsiya qilishning usullarini o'rganasiz. Ommaga ergashmasdan mustaqil investitsiya qarorlarini qabul qilishni bilasiz. Va 4-modulga kelamiz. Bu yerda уже tahlillar. Har bir investor uchun muhim bo'lgan tahlillar bor. Texnik tahlil, multiplikatorlar, fundamental tahlil, hammasi pro versiyasi. Sizni noldan boshlab tahlilni o'rgatadigan. Svechalardan boshlab uni qanaqa chizishni o'rgatadigan va fundamental tahlil. Qayerdan multiplikatorlar olamiz, nimalarga ularni solamiz, qayerdan biz kompaniya tahlillarini olamiz, отчетlarni qayerdan olib, uni qayerga solamiz. Hammasi berilgan. Brokerdan qanday qilib IPO orqali ro'yxatdan o'tib, uni IPOga sotib olishni o'rgatamiz. Eng katta daromadlar IPOda bo'ladi. Portfel tuzish strategiyasi, halollik filtri. O'zimiz mustaqil halollik filtr tahlili beriladi darslik, u Excel faylda ilovalar emas. Juda ham muhim dars. Nega? Chunki bu halollik tahlilini olsangiz darsda sizga butun umr foyda beradi. Qachon? Nafaqat Amerika, balki men Rossiyaga, balki Yaponiyaga investitsiya qilmoqchiman desangiz, afsuski u yerda
ilovalar yo'q halolligi tahlil qilib beradigan. Mana shu AUFI standartiga asoslangan Excel fayl sizga to'liq tahlil qilib beradi. Zo'rmi? Zo'r. Va soliqlar. Soliqlar haqida ham batafsil ma'lumot berilgan. O'zbekiston fuqarolari uchun qayerda qanday soliqlar to'lash haqida. Inflyatsiya haqida gapiramiz, pro versiyasi va reyestr depozitariy haqida. Demak, 4-modul bitirganingizda sizda уже katta o'sish potensialiga ega kompaniyalarni aniqlashni o'rganib olasiz. Ular sizga o'sha jadval ko'rsatgandek o'sib pulingizni ko'paytirib beradigan kompaniyalar. Xavfsiz va daromadli investitsiyalar uchun strategiya tuzasiz. IPO va global fond bozori mustaqil tahlil qilishni o'rganasiz. Kapitalni yo'qotmaslik va risklarni boshqarish usullarini bilib olasiz. Va investitsiyani o'zi qanaqa qilib siz inflyatsiyaga yutqizmasdan daromad qilishni o'rganasiz. Chunki investitsiyada 5% investitsiya qilsangiz, siz inflyatsiyaga yutqizib qo'yishingiz mumkin. Qaysi kompaniya ko'proq qo'sadi? Barchasini bilib olasiz. 5-modul bonus modul, u kriptovalyuta haqida. Chunki juda ham ko'p savol beriladi, o'zi mumkinmi, kelajagi bormi deb o'sha haqida alohida dars berganman. Buni ham ko'rib chiqasizlar. Proof of work, proof of stake farqi, Web 3.0 nima, o'zi hamyon qanaqa bo'ladi, hammasini DeFi tizimi haqida ham gapirib berganman. Va o'qishni xudo xolisa bitirasiz. O'qishni bitirganingizda akademiyamizda bitiruvchi sifatida biz sizni Vigro klubimizga taklif qilamiz. Vigro klubda yig'ilamiz, birga sport qilamiz, ambasadorimiz bor u yerda, sizga ma'lumotlar beradi, kompaniya tahlillarini beradi, qo'shimcha ma'lumotlar beradi. Juda ham zo'r, bir-birini yaxshi ko'radigan, yaxshi o'sadigan investorlar klubi. Ammo unga qo'shilish uchun bitta shart bor. Siz investor bo'lishingiz kerak. Buning uchun esa akademiyani bitirib siz investor bo'lsangiz, siz kompaniyaga investitsiya qilgan bo'lsangiz, siz bizning klubimizga qo'shilasiz. Va mazza qilib birga moliyaviy erkinlik sari harakat qilamiz. Qanday o'tadi darslarimiz? 45 kun ham amaliy, ham nazariy bo'ladi. Ya'ni faqat nazariyot, men o'zim harakat qilaman emas, sizda amaliy mashqlar ham bo'ladi. Ofisimizga kelib sizga mentorlar yordam beradi. Barchasini ko'rsatib berishadi, tushunmagan joyingizni o'rningizga qilib berishadi ham. Demak, agar siz ota-onangizni, deylik, umra safariga qayerga jo'natmoqchisiz, siz hozirdan pul yig'moqchisiz. Yoki-da farzandlaringiz ta'lim uchun, kelajak uchun, men 10 yildan keyin men chet elda o'qitishim kerak farzandim deysiz, hozirdan pul yig'moqchisiz. Pul yig'ishdan ko'ra shu joyga investitsiya qilib boring, pulingiz tezroq yig'iladi. Va ham siz farzandingiz o'qishga vaqt kelganda u yerdagi summa shunaqa katta bo'ladiki, bemalol ham o'qita olasiz, ham qolgan summani yana o'z-o'zidan yana ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana shu bilimlar hammasi darsda berilgan. Qayerga, qanaqa qilib sarmoya qilish kerak, qayerda ko'proq daromad qilish mumkin, barchasi darslarimizda bor. Yoki qarzdan tezroq qutulmoqchi bo'lsangiz, yoki qimmatbaho xaridlarni qilmoqchisiz, uy olmoqchisiz, mashina olmoqchisiz, ipotekaga emas, o'zim olmoqchiman deysiz va shuning uchun ham investitsiya qilib borasiz. Misol uchun siz mashina olmoqchi bo'lsangiz, qarangda, $24,000 mashina olmoqchisiz. Va uning uchun siz $100 yig'ib borish imkoniyatingiz bor. Masalan, xaridlarni orttirib. Va tasavvur qiling, 20 yilda sizda $100 yig'ib borsangiz, sizda atigi $24,000 yig'ilar ekan. Demak, siz $24,000 yig'ish uchun siz 20 yil $100 yig'ib borasiz. $24,000 yig'ish uchun. Ammo boyagi jadvalni ko'rdingiz-ku. To'g'rimi? 10 yilda sizda уже 200 ming. 15 yilda 500 ming. 24 ming qayerda? Tushunasiz? Demak, siz mashina, uy olmoqchisiz, investitsiya qilib boring. Tezroq erishasiz. Passiv daromad, shu passiv daromad olmoqchisiz, ammo shu xavotirlarsiz, xotirjam hayot kechirmoqchisiz. Bu ham investitsiyada, fond bozorida. Mana bizning hozir tradingdan chiqqan o'quvchilarimiz bor. Kelgan o'quvchi bo'lib va hozir aytadiki, ustoz, men shunaqa xotirjamman, chunki zo'r kompaniya investitsiya qilib qo'yganman. Mana Apple kompaniyasi 2000-yildan boshlab o'sib kelyapti. Tushib ketgani yo'q. Tasavvur qiling, 25 yildan beri o'sib kelyapti. Va siz Apple kompaniyasi o'sha payt sotganingizda siz ham birga o'sib kelaverardingiz. Dividendlarni olib birga. Va xuddi shunaqa qilib fond bozorida qancha minglab kompaniyalar bor. Yaxshini tanlab olasiz, birga o'sib boraverasiz sekin-sekin. Va ish joyingizni menga o'xshab o'zgartirmasdan turib investitsiya qilmoqchisiz.
Keyin o'sha yerda kelayotgan passiv daromadga siz ishingizdan ketishingiz mumkin. Agarda siz shular, ota-onamni jo'nataman, qarzman, ipotekam bor, uy olmoqchiman, o'qitmoqchiman desangiz, unda siz albatta akademiyada o'qing. Chunki u yerda sizning barcha shu muammolaringizga yechim bor. Xudo xolasa bu dars sizga foydali bo'ldi va akademiyamizga qo'shilsangiz, u yerdagi darslar sizga undan ham foydali bo'ladi, chunki u yerda aniq qadamlar, darslar uzoq emas, hozirga o'xshab bizda hozir 1 soatlik dars, lekin u yerda 10-15 daqiqalik darslar, kichkina darslar berilgan, suv yo'q, faqat zarur ma'lumotlar berilgan. Xudo xolasa qo'shilsangiz o'zingiz ham bilasiz, biling deysiz, shunaqa zo'r ma'lumotlar bor deysiz, o'qiysiz va mustaqil investor bo'lasiz. Keyin siz sarmoya qilishga ajratgan pulingizni qayerga sarmoya qilishni bilib olganingizdan keyin sarmoya qilib borasiz. Va ma'lum bir muddatdan keyin siz ham menga o'xshab moliyaviy erkin bo'lasiz. Balki birga dunyo kezamiz. Balki birga chet elda yashaymiz. Xudo xolasa. Harakat qilish kerak va bugundan boshlash kerak. Ana o'quvchilarimiz bor, o'qib bo'lgan akademiyamizda. Mana ularni ham bemalol o'qib chiqishingiz mumkin. Bunaqalar aytgancha, mana bugungi kun kelib 4000 dan ortiq odam o'qitdik. Va shu odamlar hozirgi kunda sizdan farqi nimada? Ular oylikni qayerga investitsiya qilishni biladi. Va shu investitsiya qilayotgan joydan ular dividend kelyapti. Men ularga aytaman, dividend keladi, $100, $200 keladi, xursand bo'lib uni ishlatib yubormaylik, iltimos. Uni yana reinvestitsiya qilinglar. Qachonki dividendingiz $100,000 kelsa, uni o'shanda mazza. Lekin ungacha siz reinvestitsiya qilib turmasangiz, mana shu dividendlarga yashab tursangiz bo'ldi, ko'paymaydi pulingiz. Shuning uchun intizom va sabr ikkita narsa. Siz dividendlarga ham tegmaysiz. Demak, siz ajratayotgan summa sizga kerak emas bo'lishi kerak. Uni investitsiya qilib borasiz. Bu yerda dividendlarni ham ko'rasiz. O zo'r, $100, $200 zo'r, lekin men yana solay shu bozorga deysiz. U mana shu yerda ko'payadi va sizga oxir-oqibat jadvalda ko'rganingizdek $10,000 oylik, $20,000 oylik yoki $50,000 oylik kelishni boshlaydi. Mana shunda siz nima xohlaysiz olmaysizmi? Chunki bilasizki, keyingi oy yana keladi shu pul. Siz ishlamasangiz ham. Mana shu o'quvchilarimiz xuddi shunaqa yo'nalishda va o'quv darsini o'zida shu 45 kun ichida mana shunaqa daromadlarga chiqishdi. $700, Farhod aka mana $500, Zabihullo aka mana $600 уже o'qib turgan payti daromad qildilar. Mag'rub opa $600. O'quvchilarimizning soni 4000 ga yaqin va undan keyin ko'payadi, chunki hozir investitsiya dolzarb va hayotini o'zgartirish mumkin bo'lgan eng riski kam yo'l hisoblanadi hozir. Shuning uchun sizlar ham o'qinglar, sizlar ham xudo xolasa foydaga kirasizlar. Undan keyin klubda yana birga o'samiz. Qo'rqmanglar, men o'qiyman, nima bo'ladi emas. Klubimizda birga yana o'samiz. Birga savolga javob qilamiz. Birga yana u yerda qaysi aksiya sotib olishni o'rganamiz. Offlayn yig'ilishlar ham bo'ladi. Okey. Brokerlar ham aytgancha, brokerlar yaxshi broker tanlamasangiz bo'lmaydi. Brokerlar ro'yxatini ham sizlarga beramiz. Yaxshi brokerlar aynan sizni nomingizga aksiya o'tkazib beradigan brokerlar, sizni aldamaydigan brokerlar ro'yxatini beramiz. Shu brokerlarda ham qiziq funksiya bor. Ular broker bilan protargovля deydi. Hozir kiring va birinchi pul qancha solsangiz, biz shunga o'zimiz yana bonus beramiz. Siz yaxshiroq savdo qiling deb. Va shu bonuslar foizsiz bonus bo'ladi. Qancha yil ushlasangiz ham bu sizda turadi. Qachonki siz aksiya sotib chiqmoqchi bo'lsangiz chiqaradi. Atak turadi bu. Va $100 ga $50 bonus beryapti. $1000 ga $400 bonus beryapti. Demak, har doim aytaman, misol uchun sizda $1,500 yig'ilib qolgan hozir pulingiz, investitsiyada 0, bilimingiz yo'q. Siz ma'lum bir summaga balki 300, balki $400 ga kursimizni sotib olasiz. Akademiyamizda o'qiysiz. Keyin bitirganingizda shu qolgan $1000 investitsiya qilasiz, sizga $400 beradi bonus. Mana siz уже pulingizni qaytarib olgan bo'lasiz. Mana eng zo'r investitsiya, tushunasizmi? Yaxshi, pulingiz ham qaytib keldi, investitsiya qildingiz, pulingizni ko'paytirdingiz. Xudo xolasa barcha ma'lumotlar darsda batafsil beriladi. Bu yerda ko'p vaqtingizni olmayman. Undan tashqari pul boshqarish kurslari kundaligi ham xudo xolasa sizlarga
foydali pul yig'ishni o'rgatadigan kundalik. Buni ham albatta olib olinglar va bitirganingizda akademiyamizni birga yig'ilish qilamiz. Sertifikat tarqatish, sertifikatlar beriladi, bitiruvchi sertifikatlar va uni ham xudo xolasa qo'lingizga olib olasizlar. Hozir joyini band qilish uchun mana izohlarda havola qoldiraman. U yerga kirib, joyingizni band qilib qo'ying. Telefon raqamingizni yozib qo'yasiz, ism familiyangizni, joyingizni band qilib qo'yasiz va sizga aloqaga chiqishadi. Barcha batafsil ma'lumotlar berishadi. Darslar qachon boshlanishi haqida ham batafsil ma'lumotlar berishadi va biz birga akademiyamizda o'qishni boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, birinchi jadvalni ko'rdinglar. Investitsiya qilish orqali moliyaviy mustaqillikka erishish haqida batafsil ko'rdinglar. Aytdim, katta foiz qo'ymadik. Hatto zo'r o'rgansangiz, o'sha o'quvchimga o'xshab zo'r foiz olsangiz bo'ladi, zo'r o'stirsangiz bo'ladi pulni. Lekin shunda ham real bo'lsin. Chunki 20 yilda, 10 yilda shuni harakat qilish kerak. Shuning uchun real bo'lsin, odam o'zini vaqtini kamroq ketkazsin o'sha yerga, chunki asosiy ishi bor. Shunda mana shu daromadlarga erishsa bo'ladi deb hisobladik. Jadval shuning uchun eng real jadval. Osmondan olingan, u tez o'sadigan emas. Shunda ham 10 yilda, 15 yilda, 20 yilda ko'ryapsiz qancha pul bo'lishini. Ammo bunga erishish uchun hozirdan boshlash kerak. 10 yildan keyin orqaga qarasangiz, yo'q, mana bugun o'zingizga savol bering, orqaga bir qarang, necha pul bor sizda? Sizni ertaga ishdan bo'shatsa, siz qancha oy yoki necha kun yasha olasiz? Oyliksiz. Ishingiz yo'q yoki biznesingiz to'xtab qoldi. Shu yig'ilgan pulingizga qancha yasha olasiz? O'zingizga savol bering. Mana shu yerda haqiqat. Mana shuning uchun ham bizda xotirjamlik yo'q. Chunki bilamizki, uzoq yasholmaymiz. Qachonki passiv daromad kelishini ta'minlab qo'ysak, bizda xotirjamlik bo'ladi. Ishdan ketamizmi, biznesimiz to'xtab qoladimi farqi yo'q. Mana bu yerdan pul kelaveradi. Hattoki bizga bir narsa bo'lib qolsa ham, Alloh saqlasin, oilamiz qorni to'yadi. Qora qozon qayda? Chunki aksiyalarda eng zo'r tomoni 17-asrdan beri bu bozor bor. Bu yangi bozor emas. 17-asrdan beri bor. Va qaranglar, meros sifatida ham o'tadi. Shu aksiya siz sotib olasiz. Sizga nimadir bo'lib qolsa ham, o'sha yerdan kelayotgan aktivlar, dividendlar ayolingiz nomiga o'tadi. Va bo'ldi, u qorin to'yadi, u yerdan kelayotgan pul, u ishlamasa ham bo'ladi. Bu mening katta og'rig'im bo'lgan, chunki 5 yoshligimda adam vafot etganlar. Va oyim o'sha paytda vahimaga tushib qolgan. Endi men nima qilaman? Oila boquvchi yo'q. Va shuning uchun hozirgi asosiy harakatim, nega men 1 million musulmonni halol passiv daromadga olib chiqmoqchiman? Chunki avvalambor o'zlari mazza qilishsin, lekin undan tashqari yana oila a'zolari, farzandlari ham xotirjam bo'lishsin. Passiv daromaddan kelayotgan pulga mana shu yerda baraka, mana o'shanda mazza qilasiz. Xudo xolasa akademiyamizda o'qing, investitsiya qilishni o'rganing, yaxshi tahlil qilishni o'rganing, professional variantini o'rganing va xudo xolasa siz ham moliyaviy erkinlikka qadam qo'ygan bo'lasiz. Qaytarib o'taman, izohlarda havola qoldirdim. O'sha yer orqali o'tsangiz, sizga aloqaga chiqishadi va barcha ma'lumotlar berishadi. Xudo xolasa yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha.